Mana qizlar, ishinglarni judayam osonlashtirib beradi. Mana gullarini terishga ham qiynalmaysizlar. Shundoq terib, mana o'lchamni tikib ketaveryapman. Bir xilda chiqarib beraveradi. Men shunga o'rganganman. Hisobini to'g'ri chiqarib olsanglar bo'ldi. Oddiy shu tikishda ham gap botdi, o'rtoqlar. Duolarni qilib tikishimiz kerak. Temir mashinalarimizning ham pirlari bo'ladi degan ota-bobolarimiz shu kelinlarga ayniqsa tikamiz. Ilohim borgan joyligida toshdek qotsin. Shu kelinimizni Allohim rizqimizga, kasb-korimizga barakalaringdan bergin Robbim deb so'rashimiz kerak ekan. Xayrlisini bergin, martabamizni ulug' qilgin Allohim deb tiksak, shu duolarimiz ijobat bo'ladi.